Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan kiberxavfsizlikdan ochiq darsni boshlaymiz. Ya'ni kiberxavfsizlik nimaligi, ya'ni dars davomiyligi qancha va o'sha kurs davomida nimalar o'rgatiladi, shular haqida batafsil gaplashib chiqamiz. Xo'p, keling o'zi birinchi navbatda kiberxavfsizlik qanaqa sohaligi va kiberxavfsizlikning ichida biz aynan qaysi yo'nalishlarni o'rganishimizni birinchi gaplashib chiqadigan bo'lsak, ya'ni juda ko'pchilikda kiberxavfsizlikda qanaqadir noto'g'ri tushuncha bor. Ya'ni haligi o'zi kinolardan olib qaraydigan bo'lsak, kiberxavfsizlikdagi xodimlar, ya'ni hakkerlarni yomon odam sifatida ko'rishadi. Ya'ni kiberxavfsizlik xodimi, ya'ni hacker, oddiy tilda aytganda, birorta tizimni kamchiligini yoki zaifligini topib, ya'ni uni bartaraf qiladigan odam. Ya'ni sodda tilda aytadigan bo'lsak. Va mana shu yerda kiberxavfsizlik o'zi, ya'ni umumiy raqamli ma'lumotlarni turli xildagi hujumlardan himoya qiladigan soha. Masalan, raqamli ma'lumot qanaqa? Sizning qurilmangizdagi bo'lishi mumkin, telefoningizdagi, internetdagi, qanaqadir tizimdagi umumiy hammasi, ya'ni deylik qanaqadir gadjetlarda saqlanayotgan barcha raqamli ma'lumotlarni himoya qiladigan soha. Kiberxavfsizlik sodda qilib aytadigan bo'lsak, va kiberxavfsizlik ichida bir qancha yo'nalishlar bor. Ya'ni tarmoq bo'yicha ishlaydigan, tizim bo'yicha ishlaydigan yo'nalishlari bor va bizning yo'nalishimiz aynan o'sha kiberxavfsizlikning ichida pen testing yo'nalishi. Mana bu yerda ham ya'ni slaydda ko'rsatilibdi. Ya'ni pen testing. Pen testing nima? Ya'ni bu pen testing shunchaki tizimlarga buzib kirishni testlash uchun alohida bitta soha. Ya'ni birorta tizim bor, tizimda qanaqadir kamchiliklari bor, o'shalarni zaifliklarini topib, kamchiliklarni bartaraf qilib, ya'ni buzib kiradigan joyga qonuniy tomondan buzib kirib va uni bartaraf qiladigan soha pen testing sohasi. Demak, bizning soha kiberxavfsizlikning ichidagi pen testing sohasi hisoblanar ekan. Mana. Pen testing. Xo'p, endi qaranglar. Mana shu yerda kiberxavfsizlik qanaqa sohaligini gaplashdik. Endi bu yerda kiberxavfsizlik va axborot xavfsizligini o'rtasidagi farqi. Juda ko'pchilikda ham shu kiberxavfsizlik bilan axborot xavfsizligini o'rtasida farqlarda qanaqadir kelishmovchiliklar bo'lishi mumkin. Hozir aytib o'tdim, kiberxavfsizlik raqamli ma'lumotlarni himoya qilsa, axborot xavfsizligi bu umumiy soha. Ya'ni uning ichida kiberxavfsizlik sohasi ham bor. Ya'ni axborot xavfsizligi sohasidagi xodimlar, ya'ni qog'oz, yozma, og'zaki ma'lumotlarni ham xavfsizligini himoya qiladigan xodim hisoblanadi. Ya'ni deylik bitta kiberxavfsizlikdagi pen testing yoki kiberxavfsizlikning o'zida siz faqatgina raqamli ma'lumotlarni himoya qiladigan bo'lsangiz, axborot xavfsizligida raqamliga qo'shimcha sizga qog'oz, yozma, og'zaki shunga o'xshagan qo'shimcha ma'lumotlar ham qo'shilishi mumkin. O'zaligi informatika darslarida ham o'tilgan axborot o'zi nima? Masalan, odam 5 xil sezgi a'zosi orqali axborotlarni qabul qiladi. Masalan, eshitish, tan bilish, sezish, ko'rish. Shular asosiy axborot, shu orqali biz ma'lumotlarni qabul qilamiz o'zimizda. Endi axborot xavfsizligi ham xuddi shunaqa. Ya'ni masalan siz qanaqadir deylik og'zaki kimdir sizga ma'lumot aytdi, o'sha ma'lumotlarning xavfsizligini yoki qanaqadir qog'ozda ma'lumot berdi, o'sha ma'lumotlarning ham xavfsizligini himoya qilish uchun alohida bitta o'rganishingiz kerak bo'lgan soha. Endi bu yerda kiberxavfsizlik yo'nalishlaridan bizda pen testing va masalan qaranglar, shu yerda pen testing yo'nalishiga kirganingizdan keyin bu yerdan ikkita stilga chiqaradigan bo'lsak, shu yerda VAPT va MAPT. Bu nima? VAPT Web Application Penetration Testing, ya'ni web ilovalarni xavfsizligini himoya qiladigan yo'nalish. MAPT Mobile Application Penetration Testing, ya'ni mobil ilovalarni, ya'ni deylik umumiy o'sha iPhone da bo'ladimi, Android da bo'ladimi, hamma o'sha ilovalarda xavfsizligini himoya qiladigan soha. Bizniki aynan Ko'jal markazida Web Application Penetration Testing, ya'ni bo'limini o'rganib chiqamiz sizlar bilan. Ya'ni asosiy bizni vazifamiz web ilova va web saytlarda xavfsizliklarni ta'minlaydi va xavfsizliklar orqali tizimga qonuniy tomondan buzib kirib va uni kamchiliklarini hisobot ko'rinishida kompaniya xodimlariga beramiz. Xo'p, endi mana shu yerda keyingisi bizda kiberxavfsizlikda VAPT yo'nalishi, ya'ni web ilovalarning xavfsizligini ta'minlashni yo'nalishini tanlaganingizdan keyin bu yerda jamoalar bor. Masalan, birinchi jamoa Blue Team. Mana Blue Team. Xo'p, ikkinchisi Red Team. Xo'p, uchinchisi Purple Team. Xo'p, farqi nimada? Bu yerda
Blue Teamdagilar asosan tizimlarni xavfsizligini himoya qiladigan xodimlar. Ko'proq bularda dasturlash sohasida ko'proq tajribaga ega, bir nechta dasturlash tillarini biladigan kuchli mutaxassislar hisoblanadi. Ya'ni masalan tizimda qanaqadir kamchilik bor, kamchilik deylik backend tomonda bo'lishi mumkin, frontend tomonda bo'lishi mumkin yoki backendda, frontendda turli xil frameworklar ishlatilgan bo'lishi mumkin. Ya'ni o'shalarni asosiy himoya tomonidan tekshirib chiqadigan xodimlar Blue Teamdagilar hisoblanadi. Ya'ni web ilovani ichida Blue Teamdagilar asosiy xavfsizlikka javob beradiganlar ekan. Red Teamdagilar asosiy hujumga javob beradi. Deylik, masalan, saytlarda kamchiliklarni o'rganib chiqadi. Ya'ni polni sayt haqida ma'lumotlarni topadi, uni kamchiliklari bo'lsa kamchiliklarni o'rganib, tizimga buzib kirish kerak bo'lgan joyga buzib kiradi qonuniy tomondan va o'sha buzib kirgan tizimiga hisobot yozib beradi. Va hisobotga qarab turib Blue Teamdagilar saytni xavfsizligini ta'minlab chiqishadi. Demak, asosan Red Team hujum bilan, Blue Team himoya bilan shug'ullanadigan soha ekan. Purple bo'ladigan bo'lsa, endi bu ikkalasini umumlashtirilgan variant. Masalan, deylik, o'sha siz Blue'da asosan Blue Teamda himoya bilan, Red Teamda hujum bilan shug'ullanayotgan bo'lsangiz, Purple Teamga o'tadigan bo'lsangiz, deylik, bu o'rtada sizda 5 yil, 6 yil yoki 10 yilgacha tajribadagi xodimlar bo'ladi bu Purple'da. Ham hujum tomonidan, ya'ni tizimda zaifliklarni topib hujumini qilib, hisobotini yozadi va o'sha yozilgan hisobot orqali o'zi xavfsizligini ham ta'minlaydigan xodimlar. Ya'ni bular ikkala tomonga ham ishlaydi, ham hujumkor, ham himoyaviy tarafdan ishlaydigan xodimlar. Va bizning soha web ilovalarining xavfsizligini ta'minlaydigan yo'nalishning ichida Red Team jamoasida asosiy darslarni olib boramiz. Ya'ni bizning o'quv rejalar, ya'ni 8 oylik kurs davomidagi o'quv rejalarimiz asosan Red Team, ya'ni hujumkor jamoaga moslashib tuzilgan darsliklar hisoblanadi. Endi qaranglar, ya'ni kiberxavfsizlik shunaqa sohalarga bo'linib ketadi. Mana shu yerda asosiy, misol uchun Red Teamning ichida kiberxavfsizlikda ham agar qanaqadir kinolarda ko'rgan bo'lsanglar, hakkerlarning turlari bor. Masalan, oq hacker bor, oq shlyapali hacker, qora shlyapali hacker va kulrang shlyapali hakkerlar bor. Keling, shuni ham yozib qo'yaylik mana shu yerda. Xo'p, mana. Black hat, white hat va shu yerda gray hat. Umumiy matga hacker qilib yozib qo'yaman katta qilib. Mana shu hakkerlar mana. Bunday qilib qo'yamiz mana. Va black hat hacker, white hat hacker va gray hat hackerlar. Ya'ni umumiy kiberxavfsizlikda masalan siz Red Teamda ishlaysizmi, Blue Teamdami, Purple Teamdami, mana shu 3 ta hakkerlik turlariga qarab turib siz ishlarni amalga oshirasiz. Masalan, qora hakkerlar bu hech qanaqa qonuniy tomondan emas, faqat noqonuniy tomondan ish olib boradigan hakkerlar hisoblanadi. Ya'ni hech qanaqa qonuniy ish qilmaydi bular. Ya'ni qilayotgan ishlarida hammasi 100% noqonuniy. White hat hackerlar bo'ladigan bo'lsa, bular qonuniy ish qiladigan hakkerlar. Masalan, deylik, birorta kompaniyada ishlaydigan, o'sha kompaniyani saytlarini, tizimlarini, kamchiliklarini topib va o'shini bartaraf qiladigan yokida birorta joyda ishlamasa ham freelancer sifatida o'zi kompaniya bilan shartnoma qilib va o'sha shartnoma asosida tizimlarni tekshiradigan xodimlar hisoblanadi. Gray hat bo'ladigan bo'lsa, albatta purple ga o'xshashib ketadi. Gray hat endi black hat bilan white hat ning o'rtasidagi hacker hisoblanadi. Ya'ni ular soddaroq aytadigan bo'lsa, kayfiyatiga qarab ish qiladigan odamlar. Masalan, xohlasa qora tomondan ish qiladi, xohlasa oq tomondan ish qiladi. Ya'ni masalan, deylik, qanaqadir bekor bo'lib qolsa, bunda endi noqonuniy deganda 100% noqonuniy ish qilib, qanaqadir ma'lumotlarni sotmaydi. Ya'ni shartnoma qilmagan holatda tizimni tekshiradi, ya'ni ruxsat olmagan holatda tekshirib, keyin hisobot yozib, hisobot orqali yana qaytadan keyinroq shartnoma qilishi mumkin. Endi u orada shartnoma asosida ham ish qilib turadi. Gray hat demak ikkalasining o'rtasida ekan. Va bizniki mana shu yerda white hat hacker hisoblanadi. Ya'ni ethical hacker, axloqli hacker bo'lib siz chiqasiz. Demak, umumiy biz darsda pen testing yo'nalishida web ilovalarining xavfsizligini ta'minlar ekanmiz. Web ilovani ichida asosiy biz Red Team jamoasida ishlaymiz. Red Team hujumkor va hujumkorda oq hacker, ya'ni axloqli, qonuniy hacker sifatida, ya'ni to'liq darslarni o'rganib chiqamiz. Va darsimiz davomida biz umumiy hozir o'quv rejani mana bizda ikkita bo'lim bor. Mana shu joyda mana
red 0 va red 1 qismlarga bo'linadi. Xo'p, bu yerda red 0 nima? Ya'ni biz red team bo'lganimiz uchun asosiy darslarimizda o'sha redga moslab turib tuzilgan. Red 0 da siz asosan Kali Linux, Windows bilan, tarmoqlar bilan boshlang'ich dasturlash, ya'ni Bash scripting, Python scripting yoki PowerShell scriptinglar bilan boshlang'ich o'rganib chiqasiz. Ya'ni 3 oy, 4 oy davomida. Ya'ni buncha siz tarmoqlarni ham, dasturlash tillarini ham, operatsion tizimlar bilan ishlashda to'liq o'rganasiz va Red 1, ya'ni Red 1 dan boshlab biz asosiy tizimlar ichidagi zaifliklarni topish va o'sha tizimlarning zaifligini topishdan oldin, ya'ni shartnomalar bo'ladi bizda. Shartnomalar qanaqa qilib tuziladi, ya'ni kim bilan shartnoma qilasiz, shartnomada nimalar bo'lishi kerak, hammasini to'liq o'rgatamiz va umumiy siz mana shu Red 1 bo'limida tizimni boshlang'ich ma'lumotini to'plashdan tortib, to o'sha buzib kirishgacha bo'lgan jarayonlarni buzib kirganingizdan keyin qonuniy tomondan va o'sha buzib kirgan holatingizda qanaqa qilib hisobot yozasiz va hisobotda nimalar bo'lishi kerak, hammasi to'laqonlik o'rgatib chiqiladi. Xo'p, endi demak bu yerda slaydga qaytamiz. Qaranglar. Mana shu joyda biz umumiy pen testingni o'rganar ekanmiz va bu yerda mana aytib ketilyaptiki, ruxsatsiz buzib kirish noqonuniy. Masalan, biz dars davomida masalan tizimga buzib kirishimiz, kamchiliklarni topishimiz, zaifliklarni aniqlashimiz o'zi asli ruxsat berilmagan narsa. Ya'ni qonuniy ish qilmaymiz o'zi asli bu yerda, noqonuniy ish qilamiz. Lekin o'sha biz qilayotgan ishlarni, ya'ni darsda o'rgangan ma'lumotlarimizni noqonuniy emas, qonuniylashtirish uchun biz oldindan shartnoma qilishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, mana bu joyda statement of work, ya'ni oldindan kelishuv bosqichi bo'ladi. Ya'ni shartnoma tuziladi. Mana COW, ya'ni bu oldindan kelishuv bosqichi aynan kiber xavfsizlikda emas. Bu istalgan sohada bo'ladi. Masalan, siz qanaqadir sotuvchi bo'lasizmi yoki qanaqadir boshqa yo'nalishda bo'lasizmi, biror joyda ish boshlamoqchi bo'lsangiz, oldindan kelishasiz. Men shuncha oylikka ishlayman, shuncha muddatda ishlayman, kuniga shuncha soat ishlayman va mana ishlarni amalga oshiraman deb, ya'ni o'zingizning talablaringizni qo'yasiz. Yoki ishga kirayotgan joyingizdagi kompaniya sizga o'zini talablarini qo'yadi. Shartnoma. Ya'ni bizda ham kiber xavfsizlikda ham xuddi o'sha shartnoma bor. Ya'ni statement of work, ya'ni siz o'sha deylik qaysidir sayt bor. Deylik masalan google.com. Mana. google.com saytini tekshirishingiz kerak. Ya'ni Google'dagilar bilan siz oldindan shartnoma qilib olasiz. Misol uchun. Xo'p, shartnomada nimalar bo'ladi? Buni hozir gaplashamiz va shartnoma qilib bo'lganingizdan keyin bu yerda umumiy biz mana shu 7 ta bosqich asosida tizimni tekshirasiz va bizning Red 1 kursimiz mana shu asosiy 7 ta bosqich asosida o'rgatib chiqiladi. Ya'ni siz Red 0 da boshlang'ich nazariyalarni, bilimlarni o'rganib tugatganingizdan keyin Red 1 bo'limda to'liq mana shu 7 ta metodologiya asosida, ya'ni PCS asosida biz to'liq darslarni o'rganib chiqamiz. Birinchisi oldindan kelishuv. Ya'ni oldindan kelishuvda siz albatta qanaqa dastur, qanaqa texnikalardan foydalanishingiz kerak, asosiy saytni nishonni qayerga qaratishingiz, boshlang'ich vaqti, tugash vaqtlari, ya'ni qancha vaqtda tizimni test qilib bo'lasiz va uning ichida narxlari, hammasini oldindan gaplashib olasiz. Va shartnoma og'zaki bo'lmaydi, yozma bo'ladi. Chunki og'zaki bo'lmasligining sababi, masalan, siz tizimni tekshirib bordingiz, qo'lingizda hisobot turibdi, nariyoqdagi siz tekshirgan saytni egasi, ya'ni shartnomani tan olmasligi mumkin. Yo'q, men bunaqa shartnoma qilmaganman desa, sizni sudga berishga haqqi bor. Chunki siz yozma emas, og'zaki shartnoma qilgansiz va qo'lingizda buzib kelganlik bo'yicha qog'oz bor. Va sudga beradigan bo'lsa, bemalol sizni, ya'ni sizdan qanaqadir shikoyat qilishi mumkin. Tizimga noqonuniy buzib kirdi, mana qo'lda shunaqa ma'lumotlar turibdi degan holatlarni oldini olish uchun og'zaki emas, yozma holatda shartnoma qilinadi. Ya'ni shartnomada hozir bu eng asosiylari emas, albatta o'sha kerak bo'lganlari yozib ketilgan. Ya'ni umumiy dars davomida nimalar bo'lishini hammasini to'liq tushuntirib ketiladi. Ikkinchisi axborot yig'ish. Ya'ni siz tizim haqida to'liq ma'lumot yig'ishingiz. Kelar buni mana bu yerda shuni o'zidan tushuntirib ketaman. Masalan, bitta axborot yig'ish bosqichi bor. Ya'ni biz tizim haqida to'liq ma'lumot yig'ishimiz va yig'ilgan ma'lumotlardan foydalanib, ya'ni qanaqa joylar zaif, qayerlardan buzib kirsa bo'ladi. Masalan, deylik, siz 10 kun davomida tizim haqida ma'lumot to'pladingiz. O'z ma'lumot to'plashingizga kerak. Deylik, masalan, oddiy misol, ya'ni qo'pol bo'lsa ham, birorta o'g'ri biror joyga o'g'irlikka kirishi kerak. Ya'ni ketyapti-da, yo'l ko'chada ketyapti, chiroyli chiqqan uyga o'sha yerda
Sразу anaqa o'g'irlikka kelib nimadir o'g'irlab chiqmaydi-yu. Oldindan reja tuzadi, ya'ni plan qiladi. Qachon kiraman, qaysi vaqtda kiraman, uy egalari qachon kelishi, qachon ketishi. Ya'ni misol uchun kirganda qayerlarga kirib, nimalar olib chiqishi, hammasini ya'ni tartib bilan oldindan rejalashtiradi, ya'ni plan qilib oladi. Ya'ni bu yerda ham biz umumiy ma'lumot, axborot yig'ish bosqichida buzib kirishimiz mumkin bo'lgan hamma ehtimolliklarni o'zimizda ma'lumot sifatida to'plab olamiz. Ya'ni qancha ko'p sizda tizim haqida ma'lumot bo'lsa, ya'ni buzib kirish uchun shuncha ko'p buzish ehtimolligingiz osonlashadi va deylik har xil usullarda buzib kirishingiz deylik nima desam bo'ladi, ko'payadi va tizimni xavfsizligi yana ham oshadi. Qancha ko'p ma'lumot yig'sangiz, tizim shuncha xavfsizligi yuqorilashib boradi. Chunki siz har xil tomondan ma'lumot yig'yapsiz va har bitta yig'ilgan ma'lumotingiz orqali tizimga deylik buzib kirish ehtimolligi oshadi va xavfsizlikdagilar o'sha siz to'plagan ma'lumotlardan foydalanib, ya'ni tizimni zaif joylarini yopib chiqishadi. Ya'ni axborot yig'ish bosqichida shular amalga oshiriladi va to'plagan ma'lumotlarimizdan foydalanib, zaifliklarni tahlil qilamiz. Ya'ni qaysi zaifliklar orqali buzib kira olaman? Ya'ni bu zaifliklar orqali buzib kirish mumkinmi, mumkin emasmi? Ya'ni ehtimolliklarni o'rganib chiqaman. Va threat modeling, ya'ni tahdidlarni modellashtirish, masalan, ya'ni buzib kirganimda qanaqa darajada buzib kiraman? Masalan, deylik zaifliklarning 4 xil bosqichi bor. Masalan, low, medium, high va kritik darajadagi zaifliklar bor. Masalan, siz aniqlagan zaiflik low darajaga tushadimi, mediummi, highmi, kritikmi aniqlab olishingiz kerak. Chunki hisobotda mana shu har bitta topilgan yoki high yoki kritik, low, medium darajadagi zaifligingizga qarab turib, shartnomadagi deylik summani yoki deylik summaga taqalib qolmasin deb, ya'ni xavflarni, ya'ni siz modellashtirishingiz hisobotda muhimligiga asosiy qism bo'ladi. Nimaga? Chunki masalan high darajadagi zaiflik 5 ta bo'lsa, deylik siz kamroq ma'lumot to'pladingiz, 3 tasini topdingiz. Qolgan 2 tasini topmadingiz. Ya'ni hakerlar qolgan 2 tasi, matdagi qora hakerlar qolgan 2 ta topilmagan high darajadagi zaiflik orqali tizimga buzib kirishi mumkin. Uning uchun ma'lumot yig'ib, uni tahlil qilib va modellashtirishda shularni inobatga olib kelishimiz kerak va 5-bosqichda ekspluatatsiya, ya'ni hujumni amalga oshiriladi. Ya'ni oxirida siz hamma ma'lumotlarni to'plab olganingizdan keyin qo'lingizda deylik hamma ma'lumot bor, tizimga bemalol buzib kirishni amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, endi masalan buzib kirdingiz, buzib kirganingizda masalan birorta bank tizimi deylik, bank tizimiga deylik tarmoq orqali, ya'ni internetdan buzib kirdingiz. Buzib kirganingizda oddiyroq birorta kompyuter, birorta xodimning kompyuteriga buzib kirdingiz. Ya'ni u orqali siz xohlagan ishingizni bajara olmaysiz. Masalan, oddiy kompyuter, u kompyuterda istagan ishingizni qilishingiz imkoni yo'q-da, chunki xohlagan ishingizni qila olishingiz uchun siz yuqoriroq darajada bo'lishingiz kerak. Va endi oxirgi bosqichda, 6-bosqichda post exploitation, ya'ni biz o'zimizning ruxsatimizni past darajadan yuqoriroqqa ko'tarishimiz kerak bo'ladi. Masalan, biz haker sifatida tizimga buzib kirdik, lekin oddiy xodimni kompyuterda turibmiz. U orqali istagan ishimizni qila olmaymiz. O'shani hisobiga o'zimizning ruxsatimizni administrator darajasigacha ko'tarishimiz kerak bo'ladi. Bu privilege escalation deyiladi yoki post exploitation deyiladi, ya'ni ruxsatlarni oshirish. Ya'ni biz o'zimizning ruxsatimizni oshirib bo'ldik, ya'ni admin darajasidamiz, tizimda xohlagan ishimizni qila olamiz, o'chirishimiz, yaratishimiz mumkin, lekin qilmaymiz. Chunki biz shartnoma asosida ish qilyapmiz. Ma'lumotlarni tarqatish, kimgadir ko'rsatish umuman mumkin emas, shartnomada kelishiladi bu narsa. Va biz tizimga to'liq buzib kirib bo'lganimizdan keyin oxirgi bosqichda hisobot yozishimiz kerak bo'ladi. Hisobotda nimalar bo'ladi asosan? Hisobotda, ya'ni eng muhim tomoni texnik bo'lmagan odam ham tushunadigan bo'lishi kerak hisobotni. Ya'ni masalan men deylik birorta saytning egasi sifatida, ya'ni birorta xodim menga qanaqadir tizimimni tekshirib olib keldi hisobotni. Hisobotni o'qiganimda, ya'ni zaifliklari, ichidagi kamchilik, buzib kirilgan joylarini o'qiganimda men tushunishim kerak. Ya'ni men kompyuterdan, kiberxavfsizlikdan xabarim yo'q, lekin o'sha biznes egasi sifatida men tushuna olishim kerak. Va u zaifliklar biznesimga qanaqa ta'siri bor? Agar o'sha zaifliklar oldi olinmasa, ya'ni menda nimalar bo'lishi mumkin yaqin kelajakda? Ya'ni qaysidir haker buzib kirishi mumkin, deylik ichidagi to'lov tizimlarini qo'lga kiritishi mumkin, minglab xodimlarim ma'lumoti chiqib ketishi mumkin, qora bozorda sotilishi mumkin va meni biznesim bankrot bo'lishi mumkin.
Endi shularni hisobga olgan holatda axloqli ethical hacker hisobotda hammasi, ya'ni biznesga ta'siri, ya'ni zaifliklarni yuzaga keltirishi mumkin bo'lgan xavflari hamma yo'qni tushuntiradi va uni oldini olish bo'yicha tavsiyalarni ham berish kerak. Ya'ni shu zaifliklar bor. Ya'ni deylik 10 ta zaiflik aniqlandi va 10 ta zaiflik mana shu qismlarga low, medium, high criticlarda shularga tushadi. Va bularda oldini olmasa shunaqa holatlar bo'lishi mumkin. Ya'ni hamma ehtimolliklarni aytadi va oldini olish bo'yicha barcha kerakli tavsiyalarni ham berib chiqadi. Va zaifliklarni aniq aytadi, qayerdaligini, ya'ni qayerda, qaysi qismda, qaysi kodlar orasida, va hokazo har bitta qismni aniq batafsil tushuntirish kerak. Chunki masalan oddiy misol, masalan doktorga bordikda, o'zimizni tekshirdik. Masalan biz shamollash bilan kasallanib boruvdik, doktorlar tekshirdi, shamollash emas, boshqa kasallikka tashxis qo'ydi. Boshqa kasallikka tashxis qo'yib bizga ukol-dori yozib berdi, uni ichdik, bu yoqda shamollashimiz kuchayib boraveradi. Chunki ular tashxis qo'ydi, to'g'ri, kasalligimizni topdi, lekin shamollash emas, boshqa tomondan tashxis qo'ydi. Ya'ni o'shaning uchun, ya'ni biz ham tizimni har bitta kamchiligini o'rganib chiqamiz. Bu yog'ingiz yaxshi bo'lib boraveradi, qaysidir boshqa kasalligingiz. Bu yoqdan shamollashingiz kuchayib boraveradi. O'shaning uchun, ya'ni bu yerda ham qaysidir deylik medium, high criticlarni bartaraf qildingiz, lekin kichkina bitta low darajadagi zaiflik qolib ketdi. Endi u qanchadir muddat o'tgandan keyin bu low, medium, high criticga aylanib, hakkerlar o'sha orqali ham buzib kirishi mumkin tizimga. Va biz, ya'ni kiberxavfsizlik xodimi sifatida har bitta bo'layotgan jarayonlarni, har bitta topilgan ma'lumotlarni, ya'ni e'tiborli bo'lgan holatda ularni zaifliklarini topib, ularga tavsiyalar berib, kamchiliklarni yopib, hisobotni mukammal holatda to'g'rilashimiz kerak bo'ladi. Va biz umumiy 8 oy dars davomida xuddi shu ketma-ketliklar asosida darsni o'rganamiz. Va biz mana shu yerda oldindan kelishuv bosqichigacha 4 oy davomida, 3 oy 4 oy davomida o'rganamiz boshlang'ich bilimlarni va undan keyingi asosiy bosqichda biz umumiy o'sha Red 1 da tizimlarni to'liq buzib kirib, hisobot yozishgacha bo'lgan jarayonlarni hammasini o'rganib chiqamiz. Xo'p, endi ko'pchilikda misol uchun savol bo'lishi mumkin. Bu kiberxavfsizlikni necha yoshdan boshlab o'qisa bo'ladi va buni tugatgandan keyin qayerlarda ishlashim mumkin, nimalar qila olaman va qanaqa kamchiliklar kerak bo'ladi. O'zi asli kiberxavfsizlikda hozir juda ko'p menda aksariyat o'quvchilar yosh, misol maktab o'quvchilari, yosh juda ham va ular kursni tugatgandan keyin qayerdadir ishlashi yoki qayerdadir amaliyot qilishiga biz 100% misol garantiya bera olmaymiz, chunki bu xavfsizlik sohasi har kimni ham ishga olmaydi. Misol uchun sizda qanaqadir harbiy soha yoki katta davlatda ishlayman desangiz, universitet diplomingiz bo'lishi kerak, yoshingiz misol voyaga yetgan bo'lishingiz kerak va qanaqadir bilimlarga ega bo'lishingiz kerak. Va hozir endi aynan O'zbekistonda sekin kiberxavfsizlik rivojlanyapti va Farg'ona territoriyasida ham vakansiyalar endi sekin ochilishni boshlayapti. Hali to'liq biz 100% ish bilan ta'minlaymiz deya olmaymiz, chunki vakansiya kam kiberxavfsizlik bo'yicha. O'shuning uchun aynan hozir kursimizda yosh chegarasi deylik, maktab o'quvchilari ham o'qishi mumkin. Endi tavsiya qilaman. Nimaga? Chunki boshlang'ich bilimlarni, ya'ni tizim qanaqa tuzilishi, ya'ni tarmoqlar qanaqa ishlashi va misol uchun keyinchalik bu kiberxavfsizlik tugatgandan keyin boshqa sohada o'qisa, xavfsizlikda o'rgangan bilimlardan foydalanib, ya'ni boshqa, ya'ni sohasiga uni integratsiya qilib ketish mumkin. Qo'shib, uni birlashtirib, ya'ni yana ham mukammalroq darajada mutaxassis bo'lish mumkin. Lekin agar misol uchun tavsiya qilardim, iloji bo'lsa, yoshi kattaroqlar, ya'ni aynan oldiga qanaqadir maqsad qo'yib, harbiy sohada yoki shu xavfsizlik sohasida ishlayman, davlatda shu kiberxavfsizlik mutaxassisi bo'laman deganlar kelsa, ya'ni ham zo'r, yoki masalan qanaqadir backendchi, frontendchilar ham mutaxassislar ham kelib o'qisa yaxshi, chunki frontend tomondan, backend tomondan qanaqadir tizimdagi kamchiliklarni, zaifliklarni aniqlayotganda, mana shu umumiy bizni darsda o'rgangan ma'lumotlardan foydalanib, tizimni yana ham xavfsizroq qilishi mumkin. O'shuning uchun endi bitta yosh chegarasi aniq aytish qiyin. Endi misol maktabda 8, 9, 10-sinfdan boshlab bemalol kelishsa bo'ladi. Misol buni 8 oy davomida o'rganib, qaytadan misol uchun amaliyot qilib, keyinchalik tajribasini oshirsa bo'ladi. Masalan 8-sinf, 9-sinf o'quvchini qayergadir masalan junior sifatida oylik bermasa ham shunchaki amaliyotga borsa oladi.
5-sinf, 6-sinf bolani olmaydi. O'shuning uchun iloji bo'lsa 7, 8, 9-sinflardan boshlab kelsa yana ham zo'r yosh chegarasi bo'lsa. Endi yoshroq 5-sinf, 6-sinflar nima qiladi? Kelib bu sohani tugatgandan keyin yana boshqa sohalarimizda, misol uchun backend, frontend o'qishi mumkin. Endi kiberxavfsizlikda qanaqa kompyuter kerak bo'ladi? Boshlanishiga misol uchun o'zingizdagi bor kompyuterlarni ishlab turishingiz mumkin. Ya'ni deylik o'rtacha bir 8 GB operativka, 256 GB SSD xotira bo'lsa, misol uchun protsessori o'rtacha Core i5 11-12-avlod bo'lsa, yaxshi. Uni keyinroq, misol uchun, mana oxirgi bosqichlarga kelganimizda, mana hujumlarni amalga oshirish, deylik, tizimlarga buzib kirishda kuchliroq kompyuter bo'lsa, yana ham zo'r bo'ladi. Iloji bo'lsa, video kartasi bo'lsin, protsessori yana ham kuchliroq bo'lsa yaxshi. O'rta holatda eng kamida 8 yoki 16 GB operativka bo'lsa, 512 GB SSD xotira va Core i5 12-13-avlod eng zo'r ideal holatdagi kompyuter hisoblanadi. Ya'ni aynan kiberxavfsizlikda ham, boshqa IT sohasida o'qimoqchi bo'lsa ham. Keyinroq hali ishga kirganda, misol o'zini ustida ishlab, qayergadir kirganda, keyinroq yana ham kuchliroqni olib ishlatishlari mumkin. Boshlanishiga, ya'ni hozirgi oxirgi aytganim 16 ga 512, Core i5, 12-13-avlodlar zo'r ideal kompyuter sifatida bemalol kiberxavfsizlikda ishlatishingiz mumkin bo'ladi.